إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز musulmon birodarlar, akalar, ukalar, opa-singillar, biz joliy filmimizga xush kelibsizlar. Biz inshaalloh bugundan yangi kitob Al-Mulakhas fi Sharh Kitab at-Tawhid degan risolachadan kitobdan dars boshlaymiz. Biz Alloh taoloning madadi bilan 4 qoida va 3 asos va islomni buzuvchi amallar va kashf shubhat, ya'ni shubhalarni kashf qilish kitoblarni o'qib o'rgangan bo'ldik. Endi mana inshaalloh tavhid kitobi tavhidni o'rganamiz. Xo'p, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. وبعد فهذا شرح معجز على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتبته على الطريقة المدرسية الحديثية ليكون أقرب إلى أفهام المبتدئين، وأرجو الله تعالى أن ينفع به ويكون إسهاما في نشر العلم وتصحيح العقيدة. Yani bu kitap sharhlagan Shayx Solih Favzon ibn Abdulloh ibn Favzon aytyaptilarki, men bu sharhni bir qisqaroq qildim, tavhid kitobini qisqa sharh qildim dedilar. Bu kitob o'zi Shayxul Islom Muhammad ibn Abdul Vahhobning kitobi. Buni men shu madrasadagi bolalarga, mubtadi, ya'ni boshlang'ich ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun qildim, lekin omma uchun ham bu narsa nihoyatda foydali. Shuning uchun biz buni o'qib yetkazamiz inshaalloh. Va bu kitobda asosan tavhid, ulug'iyat tavhidi haqida gap bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloning yagona haq ma'bud ekanligi, eng katta yaxshi ko'rib ulug'lanishligiga loyiq bo'lgan zot faqat Alloh taolo ekanligi haqida mavzu bo'ladi. Va bunga oyat, hadislar keltiriladi mana. Deyarli muallif o'zini yonidan o'zini so'zlaridan biron bir gapni qo'shmagan, kitob sunnatdan bayon qilganlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Alloh taolo Zariyat surasining oyatlarida oxirida aytadiki, men jinlarni va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni va jinlarni faqatgina o'ziga ibodat qilishligimiz uchun yaratgan. Ibodat nima ekanligini bayon qilish uchun bizga payg'ambarlar jo'natdi, kitoblar nozil qildi. Ibodat nima ekan? Biz buni bilib oldik. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar va amallar bu ibodat ekan. Va bu ibodatlar ichida Alloh taolo eng yaxshi ko'radigani bu tavhid. Tavhid nima degani? Alloh taoloni yakka yolg'iz deb bilishlik. Nimada? Yaratuvchi, boshqaruvchi, hamma narsaga egalik qiluvchi zot faqat Allohning o'zi. Va eng katta yaxshi ko'rib ulug'lanadigan zot, ibodat qilishlikka loyiq bo'lgan zot faqat Allohning o'zi. Va Alloh taoloning ism sifatlarida yolg'iz faqat o'zigagina xosdir. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir. Alloh taolo hech narsaga o'xshamaydi. Hech narsaga o'xshamasdan turib ko'radi, hech narsaga o'xshamasdan turib eshitadi. Boshqa sifatlari ham shunday. Mana shuni ma'nosi, mana shu uchala tavhid, ya'ni Alloh taoloni yakka yolg'iz deb bilishligimiz. Ve bu yerda Alloh taolo mana bu lug'atdagi ma'nosini ham aytyaptilar. Va tavhidu masdaru wahhada ay ja'alahu wahidan wal murad bihi huna ifradullohi azza va jalla bil ibada. Lug'atdagi ma'nosi bitta qilmoq degani, ya'ni yagona qilmoq degan ma'noni bildiradi. Bu yerdagi tavhiddan murod shar'iy ma'nosi esa Alloh taoloning ibodatda yakka yolg'iz deb faqat Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishlik degan tavhid degan. Alloh taolo aytayaptiki, men yaratdim deyapti. Ya'ni yaratishlik degani bu bir narsani asli bo'lmagan, asli yo'q bo'lgan narsani yo'qdan bor qilishlik. Hech kimga taqlid qilmagan,
hech kimdan ko'chirib olmagan holatda Alloh taolo yo'q narsani nima qildi? Bor qildi. Ya'ni butun koinotda, xususan siz bilan biz ham. Va liya'budun degani ma'nosi bu ibodat qilishlari uchun deyapti. Biz aytdik, ibodat yana boshqa bir ta'riflari bor. Ulamolar aytganki, Alloh taologa inson o'zini juda ham bir xor tutishligi, Alloh taologa o'zini xor tutib, yolinib yolvorishligi degan ma'noni beradi o'zi ibodat degan. Va har bir Alloh taolo yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, inson qilgan paytda ko'rinadigan va inson qilgan paytda ko'rinmaydigan amallar nima? Bu ibodatdir. Qanaqa amallar ibodat? Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar va amallar ibodatdir. Biz 3 ta a'zoyimiz bilan amal qilamiz, qalbimiz bilan. Ya'ni Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar agar qalbimizdan o'tayotgan bo'lsa, qalbimizda shu Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan amallarni qilayotgan bo'lsak, mana bu ibodat hisoblanadi. Tilimizda Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar va javorih a'zolarimiz bilan qilinadigan Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan amallar. Mana shular ibodat hisoblanadi. Alloh taolo mana shu narsalar uchun bizni yaratdi va nimalar ibodat ekanligini bayon qilish uchun bizga kitob nozil qildi. Mana Qur'oni Karim va payg'ambar jo'natdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu yerda umumiy bu oyatga bir ma'no umumiy tarzda aytadigan bo'lsak, Alloh taolo xabar beryapti, insonlar bilan jinlarni faqat o'ziga ibodat qilishlari uchun yaratganligini xabar beryapti. Mana bu xabar Alloh taolo butun xalqlarni, ya'ni insonlar va jinlarni yaratishligidagi ko'zlangan hikmat ibodat ekan. Lekin Alloh taolo bulardan biron bir insonlar va jinlarning qilayotgan ibodatidan hech narsani xohlamaydi. Hech narsani ulardan bir foyda olish yoki bir zarar daf qilishlikdan foydalanishlik uchun qilmaydi. Xuddi mana dunyodagi xo'jayinlar o'zlarining qullarini ishlatadi, ish qildiradi. Nimaga? O'zlari uchun bir rizq kelishligi, o'zlari taomlanishligi uchun va o'zlarining shaxsiy manfaatlarini qoyim qilib, shaxsiy manfaatlariga erishishlik uchun shu dunyodagi xo'jayinlar qullaridan foydalanishadi. Alloh taolo unday emas. Alloh taolo siz bilan bizga juda ham bir yaxshi ko'rganligidan, siz bilan bizga mehribon bo'lganligidan, siz bilan bizni yo'qdan bor qildi va bizga nima qildi? Ibodat nima ekanligini bayon qildi va o'zini o'zi tanishtirdi. Alloh taologa hech qanday bir insonni yaratilishligi, jinni yaratilishligi bu Alloh taoloning o'ziga bir manfaat uchun yoki bir koinot uchun bir mana shu odam bilan jin bo'lish kerakda endi. Shu bo'lmasa bo'lmaydi deb bir kamchilik bo'lib qolganligi uchun yaratilgani yo'q. Balki bu insonni o'zini manfaati uchun, jinlarni o'zini manfaati uchun ibodat qilsa. Shuning uchun yaratiladi. Ya'ni muallif aytyaptilarki, shoriy aytyaptilarki, "Falam yurid minhum ma turidu sadatu min abidiha min al-i'anati lahum bir-rizq wal-it'am va innama arada al-maslahat lahum." Mana aytib o'tganimizdek, bu dunyodagi xo'jayinlar o'zlarining qullaridan ishlatishdan maqsad o'zlariga manfaat bo'lish uchun ishlatadi. Ish qildiradi. Bir ishga buyursa, o'zini manfaati uchun ishga buyuradi. Lekin Alloh taolo bizni menga ibodat qilinglar. Ya ayyuhannasu ubudu robbakum, o'zinglarni yo'qdan bor qilgan zot Robbinglarga ibodat qilinglar degandan maqsad o'ziga manfaat bo'lishligi uchun emas. Bu balki insonlarning manfaati uchun. Bu yerdagi bu bobga oyatning munosabati nima? Bu yerda bizni mavzuyimiz nima? Tavhid. Tavhid nima? Alloh taoloni ibodatda yakkalash, yolg'izlash. Nima degani u? Faqat Alloh taoloning o'zigina ibodat qilishlikga nima aloqasi bor bu oyatni desangiz, annaha bu oyat tavhidning farzi ayn ekanligini ifoda etyapti. Ya'ni Alloh taoloni faqat o'zigagina ibodat qilishlik kerak ekanligini ifoda etyapti. Nimasi bilan ifoda etyapti? Alloh taolo men insonlar va jinlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim degan so'zi. Demak, siz bilan bizga nima? Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishlik farz ekan. Farzi ayn ekan. Chunki Alloh taolo jinlarni, insonlarni faqat mana shu narsa uchun yaratdi. Endi shu yerda bir savol keladi. Alloh taolo bir narsani xohlasa bo'lishi kerakmi, to'g'rimi? Mana Alloh taolo agar biron bir narsani xohlaydigan bo'lsa, o'sha o'zi xohlagan narsaga bo'l deydi, o'sha narsa bo'ladi.
Bu yerda Alloh taolo men odamlarni, jinlarni o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim deyapti. Lekin hamma inson, hamma jin Alloh taologa ibodat qilyaptimi? Yo'q. Alloh taologa ibodat qilayotgan kishilar nihoyatda nima? Oz. Masalan, hozir 8 milliard odam bo'lsa, shundan bir 2 milliard, 2,5 milliarddan oshirog'i musulmon deydi. Shuning ichida ham endi Alloh taologa haqiqiy shirk keltirmasdan ibodat qilayotganini qo'yaverasiz endi ajratadigan bo'lsangiz. Demak, shu yerda biz bilishimiz kerakki, Alloh taoloning demak xohlashligi, irodasi ikkita, ikki xil bo'ladi. Kavniy iroda deydi. Kavniy degani albatta Alloh taolo bo'lishligini xohlasa albatta bo'lmasdan qolmaydi. Endi shar'iy iroda bu Alloh taoloni bo'lishligini yaxshi ko'radi. Bo'lishligini yaxshi ko'radi. Mana bu insonlar bilan jinlarni Alloh taolo yaratib, o'ziga ibodat qilishliklarini xohlashligi shar'iy iroda, ya'ni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Siz Alloh taologa ibodat qilishligingizni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Va bu oyatdan olinadigan foydalar, demak biz Alloh taolaning yakka o'zigagina ibodat qilishimiz kerak ekan. Xo'p, nima qilsak biz Alloh taolaning o'zigagina ibodat qilgan bo'lamiz? Biz bu Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlarni Qur'oni Karimdan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan o'rganib va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi va sahobiylarning qilganligiga o'xshatib va shularga o'xshab, shularga ergashib qilsak, keyin ibodat qilgan bo'lamiz. Masalan, namozni o'qishlik, ro'za tutishlik, nafl ro'za bo'lsin, yoki zakot berishlik, farz ro'za bo'lsin, yo sadoqat qilishlik bo'lsin. Buni hammasini biz nimadan olamiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizga Qur'oni Karimda yetkazgan va shu Qur'onning izohi bo'lgan hadislarda bayon qilgan narsalarni o'rganib, shu Alloh taologa yaqin bo'lishlik uchun, Alloh taolo jannatiga kirib olishlik uchun, jahannamdan qutulib olishlik uchun mana shu amallarni qilamiz. Mana bu ibodat hisoblanadi. Demak, shu yerdagi mana bu oyatdan olinadigan foydalardan bittasi, demak, Alloh taoloni o'zigagina ibodat qilishimiz kerak ekan. Biz ham, jinlar ham ibodat qilishligi bu farz ekan. Va yana Alloh taolo jinlar va insonlarni nima uchun yaratganligini mana shu oyatda bayon qilgan ekan. Hop. Va albatta yaratuvchi yana u ibodat qilishlikka loyiqdir. Yaratuvchi bo'lmagandan keyin u ibodatga loyiq emas. Bu ibodatga loyiq bo'lgan zot yaratuvchi bo'lishligi kerak. Endi yaratuvchi bo'lmagandan keyin bu o'ziga ibodat qilishlikka chaqirayotgan bo'lsa, o'ziga ibodat qilishlikka rozi bo'lib turgan bo'lsa, bu tog'ut deb aytiladi. Haqiqiy ma'bud, haqiqiy iloh bu yaratuvchi bo'lishligi kerak. Bu Alloh taolodir. Alloh taolo modomiki Alloh taolodan boshqa yaratuvchi yo'qmi, demak bu ibodatga loyiq bo'lgan zot ham Alloh taoloning o'zidir. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqidan behojatdir. Va xalqlar, ya'ni siz bilan biz Alloh taologa muhtojmiz. Chunki u yaratuvchi, biz esa biz yaratilganlarmiz. Inson o'zi ibodat qilmasdan inson yashay olmaydi. Ibodat qilishlik g'arizani qondirmasdan inson yashay olmaydi. Biz Alloh taologa ibodat qilishlik bilan shu ichimizdagi o'zimizni g'arizamizni qondirib yashaymiz va to'la to'kis qoladi shunday. Endi inson shu g'arizalar bor. Masalan, insonning g'ariza degani instinkt deydi. Yeyishlik, ichishlik, jinsiy aloqa va yana boshqa insonni bir tabiatdan kelib chiqib xohlovchi narsalar bor. Shularning ichidagi eng kuchli g'ariza bu ibodat qilishlik, sig'inishlik, yolinish, yolib yuborish, o'zini xor tutishlik g'arizasi bor. Bunga faqat yaratuvchigina loyiqdir. U yaratuvchi Alloh taolo. Demak, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Alloh subhanahu va taoloning fe'llaridagi hikmatni isbot. Alloh taolo biron bir narsani hikmatsiz yaratmaydi. Hamma narsani o'ziga yarasha hikmat bilan yaratadi. Hikmat nima degani? Hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yishlik degani. Hikmat degani hamma narsani o'z o'rniga qo'yishlik aytiladi. Demak, keyingi ikkinchi oyatda aytyaptilar: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut taghut." Biz mavzuyimiz nima? Tavhid. Tavhid nima degani? Alloh taoloning yakkayu yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik degani. Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishimiz kerak. Ibodat nima ekan? Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar va amallar. Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar va amallarni qilishimiz kerakmi? Qani bunga dalil? Bunga dalil mana Alloh taolo aytayaptiki, biz har bir ummatga elchi jo'natdik. Nimaga jo'natdi? Allohning o'zigagina ibodat qilinglar
va tog'utdan chetlaninglar deb da'vat qiladigan rasul, elchini har bir ummatga jo'natdi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda ba'asna degani arsalna jo'natdi degan. Har bir ummat degani kullu toifatin va qarnin va jilin minan nas. Har bir toifaga, har bir qoringa, har bir jilga jo'natdi. Ya'ni bir avlod deb aytilinadi. Masalan, bizda 100 yil, 100 yilda ichida opa dadasi va o'zini opa dadan o'g'li, masalan, bizni masalan men o'zim, meni dadam, dadamni dadasi, yoki o'sha meni farzandim bo'lsa, shu chevarasi. Xullas bitta 4 ta avlod yashaydi. Mana shuni nima deydi? Jil deb aytiladi. Jil. 100 yil ichida 4 ta avlod masalan yashasa, shu jil deb aytiladi. Xullas har bir toifaga, har bir millatga Alloh taolo nima qildi? Payg'ambar jo'natdi. Elchi jo'natdi. Rasul jo'natdi. Rasul kim desangiz, unga shariat vahiy qilingan va shuni yetkazishga buyurilgan. Rasulda ulamolar aytadiki, g'irt kofirlarga rasul jo'natildi. Masalan, Nuh alayhissalom butun mushrik bo'lgan kishilarga nima qilindi? Jo'natildi. Ya'ni butlarga sig'inayotgan kishilarga jo'natilgan payg'ambarda arab tilida rasul deb aytiladi. Lekin bu o'zi dinda bo'lganu, lekin dindan uzoqlashib ketgan, shu bid'at xurofotlarga tushgan kishilarga jo'natilgan payg'ambarni esa nabiy deyiladi. Masalan, Zakariya alayhissalom nabiy. Rasul bu Nuh alayhissalom bo'ladilar. Kofirlarga, mushriklarga jo'natilgan kishilar. Hop, demak hamma nimaga rasul jo'natildi? Har bir avlodga, har bir ummatga nima rasul jo'natdi. U'budulloh, Alloh taoloni ibodatda yakkalash, yolg'izlashliklariga da'vat qilishlik uchun jo'natdi. Vajtanibu degani, ya'ni chetlaninglar. Utruku va faraqu, ya'ni tark qilinglar. Allohdan boshqa ibodat qilayotgan narsalarni tark qilinglar va undan alohida ajralib chiqinglar. Ajralinglar u narsadan. Mana bu narsalardan nima? Ya'ni ajralinglar degani uzoq bo'linglar. Hop, tog'ut degani tug'yon so'zidan olingan bo'lib, bu haddidan oshishlik degan. Har bir Alloh taolodan boshqa ibodat qilinayotgan va o'zi ibodat qilishlikka rozi bo'lib turgan narsani atini tog'ut deb aytiladi. Demak, bu oyatdagi umumiy ma'no shu ekanki, Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Bu hamma ummatga, hamma avlodga rasul jo'natganligini xabar beryapti. Bu rasul nima ish qiladi? Rasullarning asosiy vazifasi nima? Alloh taoloning yakka o'zigagina ibodat qilishlikka da'vat qilishlik uchun jo'natdi. Va Allohdan boshqa har qanday ibodat qilayotgan narsalarni tark qilishlikka chaqirishlik uchun jo'natdi. Alloh taolo rasullarni odamlarga jo'natishda davom etaverdi. Bu o'sha shirk, ya'ni Odam alayhissalomning avlodlarining ichida Nuh alayhissalomning davrida shirk paydo bo'lgandan beri Alloh taolo rasul jo'nataverdi, to bu rasullarning oxiri Muhammad alayhissalom bo'ldi. Muhammad alayhissalom ham nabiy, ham rasul. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun insoniyatga qiyomat kunigacha jo'natilgan rasul, elchi hisoblanadilar. Va bu kofirlarga ham va musulmonlarga ham shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jo'natilgan. Ulamolar aytadi, bu Iqro surasi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nabiy va Muddassir surasi bilan esa nima? Ya'ni rasul bo'lganlar deydilar. Ya'ni biz payg'ambarimiz ham nabiy, ham rasul hisoblanadi. Hop. Bu oyatlarning, bu ana shu Nahl surasidagi oyat, 36-oyatning bizni mavzuyimizga nima aloqasi bor? Biz mavzuyimiz nima? Alloh taolaning yakkaga o'zigagina ibodat qilishlik, tavhid mavzusi. Bu oyatni nima aloqasi bor desangiz, bu oyat siz bilan bizga shuni bayon qilyaptiki, albatta tavhidga da'vat qilishlik va bu tavhidning ziddi bo'lgan shirkdan qaytarishlik bu payg'ambarlarning hammasini eng muhim vazifalari bo'lgan. Va bu payg'ambarlarga haqiqiy ergashgan kishilarning muhim vazifasi mana shu tavhid hisoblanadi. Har bir da'vatchi Alloh yo'liga da'vat qilayotgan kishi mana tavhidga chaqirishligi kerak. Bular musulmon bo'lsa, bularga musulmonlarga sen Allohning yakkaligini aytmasdan bularga boshqa narsalarni o'rgat. Uni o'rgat, buni o'rgat. To'g'ri, boshqa narsalarni ham o'rgatamiz. Lekin tavhidni har bir insonga, tavhiddagi odamga ham
nima qilinadi? Eslatiladi, o'rgatiladi. Bu oyatdan olinadigan foydalar albatta payg'ambarlarni jo'natishligidan asosiy ko'zlangan maqsad, hikmat bu tavhidga da'vat qilishlik ekan. Va tavhidning ziddi bo'lgan shirkdan qaytarishlik ekan. Shirk nima? Shirk Allohga xos bo'lgan ishlarda Allohdan boshqasini Allohga barobar qilishlik. Masalan, sajda qilishlik kimga xos? Alloh taologa xos. Mana shu sajdani faqat kimga qilamiz? Alloh taologa qilamiz. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir Yamanga da'vat qilgan jo'natganlar. Yoki boshqa bir nasroniylar turgan Shomga jo'natganlar. Muoz ibn Jabal shu yerga borib, birozdan keyin qaytib keldilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sajda qildi. Haqiqiy siz bilan biz sajda qiladigan sajda bilan sajda qildik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Muoz, nima qilganingiz bu? Turing, nimaga sajda qilyapsiz?" Men borgan joyda shu nasroniylar o'zlarini shu domlalariga, botil o'zlarini olimlariga sajda qilar ekan, hurmat qilishib. Shunga eng hurmatga loyiq bo'lgansiz siz, deb men sizga sajda qilyapman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Yo'q, bu sajda faqat Alloh taologa qilinadi. Agar bir insonga sajda qilishligi mumkin bo'lganda, men ayolni eriga sajda qilishlikka buyurgan bo'lardim." O'zi ulamolar aytadiki, sajda ikki xil sajda bor. Tahiyya sajdasi, ya'ni salomlashish sajdasi bor. Bu masalan farishtalarga Alloh taolo buyurdi-yu, nima dedi? Odam alayhissalomga sajda qilinglar. Bu salomlashishlik sajdasi. Va yana mana Yusuf alayhissalom taxtga ko'tarilganda ota-onasi bilan. Shunda akalari sajda qildi. Bu Yusuf alayhissalom. Lekin biz shariatimizga kelib bu hukm bekor bo'ldi, mansux bo'ldi. Allohdan boshqaga sajda qilishlik mumkin emas. Ular shu tahiyya sajdasini qilishgan. Ibodat sajdasi emas edi ularda. Farishtalar ham Odam alayhissalomga sajda qilganda, Yusuf alayhissalomning akalari ham, Yusuf alayhissalom dadasi, onasi taxtga ko'tarilib turganlarida sajda qilganda tahiyya, ya'ni salomlashish sajdasini qilishgan. O'sha sajda qilishlik biz islomda mansux. Ya'ni hukmi bekor bo'ldi. Shuni aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, shirk nima ekan? Endi Allohning o'zigagina xos bo'lgan mana shu sajda va bunga o'xshagan ibodatlarda Allohning o'zigagina qilishlik. Allohdan boshqaga ham, Allohga ham qilib, boshqaga ham qilishlik mana bu shirk hisoblanadi. Demak, payg'ambarlarning birinchi muhim vazifasi nima bo'ldi? Tavhidga da'vat qilish va shirkdan qaytarishlik bo'ldi. Payg'ambarlarning dini olib kelgan yo'li bu bitta. Hammalar ibodatni chin qalbdan samimiy faqat Alloh taoloning o'zigagina qilishlik va ibodatda biron bir narsani Alloh taologa sherik qilmaslik. Agarchi ularning ibodat turlari har xil bo'lsa ham, masalan namoz, ro'za va boshqa bir ibodatlar, haj qilish, bizni shariatimizdaqa bo'lmasa ham, boshqacha bo'lsa ham, lekin aqida, e'tiqod nima bo'lgan? Bitta. U nima? Allohdan boshqa haq iloh yo'q. Faqat Allohgina ibodat qilishlikka loyiq bo'lgan zotdir. Albatta risolat har bir ummatga umumiy bo'lgan va hujjat har bir bandalar ustiga qoyim bo'lgan. Demak, yana bu oyatdan biz shu narsani o'rganamiz ekanki, demak, Alloh taolo aytayaptiki, qasam ichib aytayapti, qasamyod qilib aytayaptiki, biz qasamki har bir ummatga har elchi jo'natdik dedi. Biron bir ummat, biron bir toifa qolmadiki, elchi bo'lmagan. Hammaga elchi jo'natdik. Ummatlarning hammasiga elchilar bor bo'lgan va ularga hammalariga nima hujjat qoyim bo'lgan. Demak, tavhidning qadr-qiymati juda ham baland ekanligini va albatta bu narsa butun ummatlarning hammasiga farzi ayn ekanligini o'rganamiz bu oyatda. Yana bu oyatda la ilaha illallohning ma'nosi bordir. La ilaha illalloh ma'nosi bilasizlar, mana nafiy va isbotni o'z ichiga olgan. Bu narsa albatta tavhidning faqatgina nafiy va isbot bilangina to'g'ri bo'lishligini ko'rsatadi. Albatta shunchaki nafiy qilib yuborishlik bu tavhidni keltirib chiqarmaydi yoki shunchaki isbot qilib qo'yishlik bu tavhidni keltirib chiqarmaydi. Birinchi nafiy, keyin isbot bo'lsa, keyin tavhid vujudga keladi. Nima degani bu? Birinchi yo'qqa chiqarasiz. Masalan, aytishingiz mumkinki, bu O'zbekistonda, masalan,
bir judayam mohir bo'lgan bir e, usta bo'lsa, naqqosh usta bo'lsa masalan, shu O'zbekistonda bittayam bir tuzuk quruq usta yo'q naqqoshlik qiladigan. Lekin palonchidan boshqa desangiz nima bo'ldi? Shu odamni O'zbekistondagi naqqosh ustalar ichidagi yagona ekanligini birinchi yo'qqa chiqarib oldingizda, hech qanaqa naqqosh yo'q O'zbekistonda tuzuk quruq. Lekin falonchi ustadan boshqa desangiz nima bo'ladi? O'sha falonchi ustani naqqoshlik san'atida nihoyatda nima usta ekanligini yediniy deydi bizda. Yediniy bitta u. O'zbekistonda bitta u deymiz-ku. Mana shu tavhid shunda kelib chiqadi. Tavhid degani yakkalash degani. Deya mana oyatda ham, qaysi oyatda? Va laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budulloha vajtanibut togut oyatida ham nafiy va isbot bor. Birinchisi Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan, ya'ni Allohdan boshqa narsaga ibodat qilmanglar degan ma'no kelib chiqadi. Demak, tavhidning ma'nosi bor mana shu oyatda. Xo'p, yana bir oyatlarni keltiryaptilar. Bu yerda yana 2-3 ta oyat keltiradilar. Bu ham tavhidni ifoda etadigan oyatlar. Biz vaqtimiz tugab qoldi, shuning uchun bu to'xtatamiz shu yerda. Xullas, bizda bu kitobimiz nihoyatda bir yengil va oson, inshaalloh keyingi darslarimizda batafsilroq gaplashamiz. Bu yerdagi darsimizdan asosiy olinadigan xulosa shuki, siz bilan biz behuda yaratilmaganmiz. Siz bilan bizga butun koinot mana bo'ysundirilib, Alloh taolo shunday zotki, sizlarga yerdagi barcha narsani Alloh taolo sizlar uchun yaratib qo'ydi. Butun koinot siz bilan bizga xizmat qilyapti. Ya'ni Alloh taolo bo'ysundirib qo'ydi hammasini bizga. Quyosh deysizmi, oy deysizmi, yer deysizmi, Alloh taolo bizga bo'ysundirib qo'ydi. Nima uchun? Bizni Alloh taolo nima uchun yaratdi? O'ziga ibodat qilishligimiz uchun yaratgan ekan. Ibodat nima ekan? Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan so'zlar va amallar ekan. Biz nihoyatda hozir sezonda turibmiz. Bu Rajab oyi bo'lganligi uchun emas, balki qish. Qishda mana salaf solihlar, sahobiylarga yaxshi ilm erishgan tobiinlar aytar ekanki, bu qish mo'min kishining bahori, ashida va rabiul mu'min deyishadi. Qish kimi? Mo'minning bahori deyiladi. Nimaga? Chunki kun qisqa. Ro'za tutaman desangiz, nafl ro'zalar. Lekin Rajab oyidagi ro'zani nazarda tutmayapmanmi? Shu dushanba, payshanba kunlari sunnat bo'lgan ro'zalar tutishligingiz yoki musulmon opa-singillarimiz shu Ramazonda qazo qilgan ro'zalarni tutib olishliklari juda ham bir yengil va kechqurun tunlar uzoq. Kechqurunda ko'p to'yib uxlab, erta qorong'i tushyapti va sahar turib bamdod kech bo'lyapti. Bir tahajjud namozlari o'qib olishlik yoki saharda bir Qur'on tilovat qilib olishlik juda ham bir barakotlar yog'iladi. Biz yoshligimizda baraka yog'iladi. Eshikni ochib qo'ysangiz, eshikni katta ochib qo'ysangiz, baraka yog'iladi. Ko'chaga chiqib shipirsangiz deydi. Hozir ko'chani ham shipirmaydi. Loy bo'lib ketgan bo'lsa kelinlarimiz, eshikni ham ochmay qo'yaverasiz. Shu nima? Saharda turib Qur'on o'qisangiz, nihoyatda barakot yog'iladi. Va bu taqvo hisoblanadi. Taqvo degani saqlanish, o'zingizni bu ibodatlar bilan gunoh ma'siyatlardan dunyoda saqlanish bo'lsa, oxiratda jahannam o'tidan saqlanishlikka sabab bo'ladi qilgan hozirgi kundagi nafl ibodatlaringiz. Demak, mana shu taqvo qilingan uyda barakot bo'ladi. Bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka qochadi deydi. Buni ham qaysi bir tomoni bor, to'g'ri. Janjal bo'lishligi ma'siyat, gunoh, zulm bo'ladi. Janjal bo'lishligi husumat bo'ladi. Bu er xotin o'rtasida bo'lsa bu janjal. Agar ko'proq shu nazarda tutiladi, shaytonning eng katta qiladigan vazifasi shu er xotinni urushtirishda va iloji bo'lsa shu nima ajratib olish. Eng katta qiladigan qilig'i shu. Mana Imom Sahihul Buxoriyda keladi. Shayton o'zini taxtini suv ustiga qo'yib o'tirar ekanda, hammadan hisob kitob olar ekan. Shaytonlar kelar ekan, nima ish qilding sen desa, unisi aytar ekan, men bittasini vasvasa qildim, o'g'irlik qildi. Ha, sen hech narsa ish qilmabsan. Sen nima ish qilding? Men vasvasa qildim, zino qildim. Sen ham hech narsa ish qilmabsan. Sen nima ish qilding? Men ham bir narsalar qildim. Aroq ichdi yoki qimar o'ynadi desa, sen ham hech qanaqa ish qilmabsan. Desa bir shayton bo'ynini qisib tursa, sen nima ish qilding desa, men er xotin o'rtasiga kirdim. Er xotinni urishtirdim. Erda achchig'i kelib, talaq dedi. 3 talaq qildi birdaniga. Ketdi, ajrashib ketdi. Ey askar, haqiqiy askar sen ekansan. Kel yonimga o'tir deb yoniga o'tkazib, uni nihoyatda shayton nima qilar ekan? Yaxshi ko'rar ekan.
sen katta ish qilding deb. Qarang. Er-xotin ajrashgandan keyin qo'yaverasiz endi buyog'i bolalar tarbiyasi buyoqda qolib ketgan. Er uyada, xotin buyoqda jinsiy aloqaga bo'lgan g'arizani qondirish kerak. U uyada zino qilgan, bu uyada zino qilgan yoki boshqa narsa, Alloh saqlasin. Shu bilan qo'yaverasiz shaytonga to'y buyog'i. Shuning uchun siz bilan biz agar taqvo qiladigan bo'lsak, shayton qochadi. Allohning zikri bo'lsa, shayton qochadi. Masalan, uyingizda janjal bo'ldi, mayli, to'polon bo'ldi, boshqa bo'ldi. Nima qilish kerak? Tezda tahorat qilib, jahlingiz chiqsa nima qilish kerak edi? Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qing. Siz bilan urushgani kirsa, ayol bo'lsangiz eringiz yoki erkak bo'lsangiz ayolingiz kirsa, siz bilan 2 rakat namoz o'qiganingizni ko'rsa, shunda to'xtaydi. To'g'rimi? Masalan, bu bizni o'zbek millatida nihoyatda dinni yaxshi ko'radi. Eng haligi ko'cha bolasi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham namoz o'qiyapsiz, kelib urisha olmaysiz. Eng zo'r yo'li shu. Ham namoz o'qiyapsiz, ham shayton ketadi, g'azabdan tushasiz. Hammani sekin-sekin bu shoshilmaslik kerak. Bu taloq berish yoki nima bo'lish, Alloh saqlasin. Xullas bizni fiqhdan ham darsimiz bor. Shu taloq masalalari haqida gaplashyaptik. Inshaalloh birozdan keyin shu Muxtasar Quduriydan nikoh va taloq masalalarini inshaalloh davom ettiramiz. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, duo qilaylik. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تفتنا في ديننا واجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدانا خيرا من يومنا واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا. اللهم أنت الذي خلقتني وأنت تهدين وأنت الذي تطعمني وتسقين وإذا مرضت فأنت تشفين وأنت الذي تميتني ثم تحيين وأنت الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا من المسلمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في فلسطين وشرق تركستان والسودان وأهل غزة خاصة وأن ترفع عنهم الظلم والاضطهاد وأن تعيد لهم